Hola barchaga salom. Ushbu videoda men sizlarga bu yerdan 111 overga ega o'yinchini qanday qilib halyavni tekinga olish yo'lini ko'rsatib o'taman. Undan tashqari bu video ikkita bo'limga bo'linadi. Birinchi bo'lim ushbu event to'g'risida, ikkinchi bo'lim esa qanday qilib kuniga 1000 ta olmos yig'ish, ya'ni gems yig'ish videosini boshqatdan oldim va shu video yarmiga qo'shib yuboraman. Demak, bu yerda ko'rib turibsizlar, Sano nomli o'yinchi 120 oborona bilan atbornik o'yinchi 300 ta tokenga turibdi. Endi ko'ryapsizlar, bu event 4 vkladkaga bo'lingan. Balkim bu ikkinchi vkladkasi, ya'ni zakrita turgan joyi ertaga ochilar yoki bu event 4 haftaga mo'ljallangandir, 4 hafta bo'lar. Bizga buni qizig'i yo'q. Faqat biz shu to'rala eventni ham o'ynasak bo'ldi. Endi do'stlar, qanday qilib olamiz buni? Yaponiya eventini boshiga o'tamiz va ko'rib turibsizlar, men ushbu savollarga uchalasiga ham to'g'ri javob berganman va men bu eventdan 450 ta jeton ishlab oldim do'stlar. Endi magazinga o'tamiz. Magazinga o'tib, buni fragmentlarga almashtirish joyiga kiramiz do'stlar. Ko'rib turibsizlar, bu yerda agar 1,5 taga biz almashtirsak, mana bu jetonlarni 1,5 ta to'plab, o'zi 4 haftada 1800 ta bo'ladi. Agar 4 marta o'ynasak, 450 tadan yig'sak, 1800 ta biz yig'amiz. 1800 ta yig'dik va 1,5 taga biz 300 ta tokenni bu yerdan olishimiz mumkin. Halyavni. Agar undan ham ko'proq, ya'ni 3000 ta to'play oladigan bo'lsak, bu jetonlarni hali uni yo'lini ko'rganim yo'q, balki yangi sabitalarda bizga imkoniyatlar berishar. Men hozir borini sizlarga ko'rsatib beryapman. Har hafta 4 haftaga bo'lsak, mana shu jetonlar to'plashni 450 tadan 1800 ta jeton to'playmiz 4 ta eventdan va bizda 300 ta token, 300 ta mana bu token o'sha halyavni bizni qo'limizda do'stlar. Endi buni galereyaga qaytib kiramiz. Ko'rib turganingizdek, Sano 111 overga ega o'yinchini tokenlar narxi 300 ta xolos do'stlar. Kim biladi, ertaga yoki keyingi haftada bizga yana ham imkoniyatlar berishar, qulayliklar u jetonlarni to'plash bo'yicha va biz ko'proq jeton to'play olarmiz. Ya'ni 3000 ta to'playdigan bo'lsak, 600 ta jeton to'playmiz va pak qo'shadigan bo'lsa magazindan, masalan, pakka 1-2 ta pak ochib, o'sha mana bunaqa 112 o'yinchilarni olishimiz ham mumkin yoki o'sha mana bu 4-haftalarga borganda, 4-vkladkalar ochilganda bundan ham zo'r o'yinchilar chiqishi mumkin bu yerda. Kim biladi, endi bilmadim. Day do'stlar, mana bu savol-javoblarni Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Agar hali siz o'tmagan bo'lsangiz va jetonlar yig'ish to'g'risida video sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi do'stlar, bu yog'i keyingi videoga o'tadi. Qanday qilib kuniga 1000 ta gems ishlash va 21 kun davomida 24500 ta olmoslarni yig'ib olish videosi boshlanadi do'stlar. 1000 ta gems yig'ish videosini boshqatdan olyapman. Bizda ikkinchi imkoniyat ham bor ekan do'stlar. Biz ushbu eventni uchala yo'nalishini ham tugatib, men hisoblagandan ko'proq olmoslarni yig'ishimiz ham mumkin ekan. Buni qanday qilamiz do'stlar? Edinazarda o'yinini o'ynaymiz, faqat aytib o'tganimdek bu pakni ochib qo'ymaymiz. Keyin Shmexlga o'tamiz. Shmexlni yo'nalishini tugatganimizdan keyin 5 kun ichida Shmexl yo'nalishini tugatamiz. Bu yerdan 7500 ta olmos olamiz. Va o'tgan videoda aytib o'tganimdek, uchala reklamani ko'rib 300 ta u yerdan olmos va kunlik zadaniyani bajarib 100 ta olmos, kuniga 400 ta, 5 kunda 7500 ta plus 5 kunlik 400 ta 9500 ta bo'lyapti. 9500 ta olmosni bu yerdan biz общий hisobda 5 kunda qo'lga kiritamiz va dalshi yana Edinazar yo'nalishida davom etamiz. Faqat mana bu pakni ochib qo'ymasak bo'ldi. Qarabsizki, 21 kun davomida biz uchala eventni ham tugatamiz. Uchala yo'nalishni ham tugatib, Edinazar yo'nalishidan foydalangan holda biz
21 kun ichida bugundan hisoblasak 24.500 ta olmos yig'ib olamiz do'stlar. Bundan tashqari bu yerdan 109 113 kartochkalarni qo'lga kiritamiz. Agar siz ushbu videoni mani kanalimda mana shu yo'nalish bo'yicha endi video ko'rayotgan bo'lsangiz, bundan oldingi videoda men yana ham tushuntirib o'tganman, qayerdan qanday qilib olmoslarni yig'ishni. Ushbu video orqali ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Bolalar, hammaga omad.